Hürmetli kitap anlıqçılar, huzuruңlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 2. Balı chaqa xalifa sopalarını əgəşdirib, astandan şərməndilərçə qaşqan Xoca Hidayetullah İşan heç yerdə toxtamay, keç-gündüz yol yürüb, Udul Qashqarga keldi-də, Sultan İsmail xanның hamiliqiga erişkən əşəddi rəqibi Məxtumzadə Xoca Abdullah İşanның lashkar boshlab qo'g'lab kelib, kollasini tindin judo qilishidan qo'rqib, Molla Saqi bilan Molla Naqidan iborat sadoqatman ikki xalifasidan boshqa hech kim bilmaydigan Ишан qasrining beg'idagi Ravahning ostiga o'z vaqtida har ehtimolga qarshi yasatqizib qo'ygan hashamatlik yer osti sariga xuddi mushkdan qochgan tulum chashqandek mahkam bekinib oldi. Ambar isklatidan boshqa ikki xonaga bo'lingan yer osti sariyining havo o'tishib turadigan to'shukchalari, kun nuri tushib turadigan maxfiy panjalari bor edi. Qov tulkining ikki yerda o'zi bor degandek, Hidayetullah İşanning bu yer osti sariyining ikki yerda eg'izi bor edi. Bir eg'izi İşan sariyining xutbexonasidagi supi bilan laxma orqali tutishatdi. Yana bir eg'izi bağının bulunudaki, egizrak döngdeki, quchoq yetkisiz qeri sögatning kaviki orqali laxmi bilan tutishapti. Har ikkili eg'izdan kirgilimi, chiqqilimi bo'ladi. İşan yer osti sariyining iskladida oltin, kumush qatorliq qimmatli mollarini saqlaydi. Hidayetullah İşan yer osti sariyi bitgandan keyin saray qurilishiga qatnashgan barliq hunarvan kasib ve işlemçilerinin bir kısmını ucuqtırıp etken, bir kısmını gaca, qarğı, panqay qilib etken idi. Şu günlerde xuddi çaşqandek iniği kirib algan Xoca Hidayetullah İşanның sırt bilan bo'lgan aloqasi faqat Molla Saqi bilan Molla Naqi xalifeleri orqaliqla bo'lib atadi. Yer osti sariyining xutbexonasida Chilimning sayxonasiga chingdab besilgan, nashini puqirtib chekib, ichpushqini besib o'tirgan Hidayetullah İşan sirtdan anglangan shapidan sagaklashib chilimni qo'ydi-da, balvig'iga esib olgan g'ilobdagi xanjirining sepiga qo'lini uzatdi. Shu asnoda eshik ochilib, xutbaxonaga Molla Saqi bilan Molla Naqi kirib keldi. İşan bu ikkisini ko'rib, xotirjamlik bilan yengil tin oldi. Xutbaxona ichini mazlik kandir purqi qaplagan bo'lib, quyuq ko'kish islaylab turadi. Birdanla nasha xumor tutib ketgan ikki xalifa uy ichidagi istutakni osh ko'zlik bilan dam tortishga boshladi. İşan texi chekib bo'lmagan chilimni ularga uzatib turib so'radi. Ostonada nima gap bor? Chilimni ko'rgan ikki xalifa xo'janing savoliga javob berishni unutib, xuddi osh bo'ri qo'ziga etilgandek chilimga changal soldi-da, qo'lidan chilimni talishib, yulib degudak elib, osh ko'zlik bilan sho'rashga boshladi. Chilimning sayxonasi lap o't elib, oxiri o'chdi. Xumari bir oz besilgan ikki xalifa bir oz harduqi chiqqandek bo'lib, o'zlariga savol nazarida mixtak tikilib turgan İşan xo'jasiga qarab javob berdi. Yomonlikdan yaxshilik ko'pdir, pirim. Qani, dedi İşan ahvolning tafsilotini bilishga oldirab. Molla Saqi bilan Molla Naqi ostoniga maxfiy berib, egilagan ahvollarni bas-basda so'zlashga boshladi. Ordidagi ishonchlik muridlarning aytishicha, Sultan İsmail xon qora musulmon, ozg'un, murtad. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah İşanға xo'ja taqibini to'xtatish, suyki ishqiya muridlarini jazolamaslik haqida farmon tushirganmish. O'zining shohona qoshtishi kamirini Shir Ali Bahodir nomli sarkardasiga berib, ishqiya muridlarini jazolagan, o'ldirgan har qanday isoqiyachi qora musulmonlarni
xonga ma'lum qilmayla. Murtad Xo'ja Abdulla Eshonning najibilik, sudurla sadrlik martabasiga o'tirish talabini rad qilib, orda ishlaridan chetlashtirganmish. Nima? İsmailxon piri buzurgi bo'lmish Xo'ja Abdulla Eshonga ordada hech qandaq mansab, martaba, inam qilmabdimi? So'rdi Hidoyatullo Eshon ajablanib. Shundoq pirim, Xo'ja Abdulla Eshon İsmailxondan yomonlab, betap bo'lib qolganligini bahona qilib, ordaga oyoq bosmabdimish. Hayrun va sharrun minallohi ta'ala. Hayrun va sharrun minalloh ta'ala. Dedi Hidoyatullo Eshon rozimanlik bilan. Yani tehi Xo'ja Abdulla Eshon İsmailxonga yaqin muridi Mirza İdris Begni Qashqarning noib amirligiga qo'shimcha amir lashkarlikka tavsiya qilgan ekan. Ammo xon Qashqarga murtad, qora musulmon İdris Begni emas, sarkarda Mirza Haydar Dug'lotini noib amirlikka yorliq tushiribdi. Sarkarda Mirza Avazbegni Ostonaning amirligiga, qo'shimcha Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkarligiga tayinlab yorliq tushiribdi. Bu bir yaxshilikning alamati, pirim. Bu ikki sarkarda Sulki Soqiya muridlaridan emas. Bilishimcha, bu ikki sarkarda o'z vaqtida pirimga qo'l berib, ishqiya sulkimizga irodat qilgan-g'o deyman. O ikki osi murtadning saodatman ishqiya sulkimizga irodat qilmiqi o'zligidan emas edi, dedi Hidoyatullo Eshon tishlarini g'o'chirlatib. Ular sulton yo'lbosgan olilarining sur hayvisidan qo'rqibla bizga qo'l bergan. Bo'lmasa bizga osiylik qilib, Dahri sulton İsmailxonga darvoza ochamdi ul qarg'ish takkurlar. Her holda Mirza Haydar Dug'lotining Qashqarga noib va amir bo'g'ini yaxshilikdan bishoratdir. Sulki ishqiya muridlarimiz Soqiyachi qora musulmonlarning zulm sistemlariga uchramog'idak. Bilguchi Allah, Sultan İsmailxon nima uchun piri buzrukning tavsiyasiga quloq solmadigan? Ikki xalifa bir-biriga qarab paqirishib turishdi. Xutbaxona ichida bir paz timtasliq hukm surdi. "Haros, Eshon pirimga bir parcha maktub akilibdim", dedi Molla Soqi sallasining qetidan pelikdak yo'galgan bir parcha xatni ilib. Ordadagi heliqi sadoqatman amir janoblari yezib bergan edi. Eshon chaqqonlik bilan xatni qo'liga oldi-da, Shamning yo'rqiga akilib o'qishga boshladi. Assalomu alaykum. Ey ahli tariqatning binosini qurg'uchi, saxovatning oshquchini tutib turg'uchi, adlu adolatning xolis shamshiri, ahli sulukning yo'l oshquchisi, avliyo anbiyolarning eng ulug'i, shariatning, tariqatning, haqiqatning, ummatlarning shohi toji, qutbul aqtob maqomiga yetgan Saidil Eshon pir hazratim muborak tanlari esammu. Janoblari Ostonadan bevaqt ayrilgandan keyin bizlar kim murid muxlislarining yurak bag'ri xun zartabga to'ldi. Gajgimizga rudu poydak minib olgan ozg'un qora musulmon soqiyachilarning eshak boshlariga malomat toshlarining yig'ishini Alloh taolodan kecha-yu kunduz tilab keldik. Avval sizli janobi Sultanul Muhaqqiqin Eshon pir buzrukning kashfu karomatlari, ondan xosa Alloh taoloning inoyati bilan
Dahri Sultan İsmailxon insofga keldi va oxiratligi eshakning qorinda bo'ladigan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning xo'ja taqibini qattiq chekladi. Saltanatni sülük mazhabdan mustasno tutish degan farmonni jakolab, bizlar kim sülüki ishqiya muridlarini, sülüki soqiyachi qor musulmon murtatlarning zulm istamlaridan saqlab qoldi. Janoblarining orqasidan qo'g'lab tutishqa sarkarda lashkarlarini avatmaslikning boisimu ham shuldur. İsmailxon garchi soqiya sülükiga irodat qismu tolumu oq ko'ngil, kang qursoq, tadbirlik sulton ekan. U ordining muhim divan mahkamalarida soqiyachi murtad amirlarning mansab tutishini cheklab, sülükdan mustasno amirlarni e'tiborlab ishiltiyotidi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning ochiq oshkori bildirgan najibilik, sudurliq martabasiga erishish muddaosini noumid qo'ydi. Shu sababli Maxtumzoda Eshon Ismoilxondan yomonliqliq xon olilari bir necha qitim sili janobi Pir Buzrukimning muborak nomini tilga elib, hazratlarini saltanatga zimmiylik bildirsa, boshqa ishlarni surishti qilmaydiganlik haqida eg'izlandi. Ahvoldan qaraganda, u Dahri Sultonning ko'ngliga Pir Buzrukimning hidoyat optipi tushgan o'xshaydi. Ey janobil qutbil ahtobim, Peqir arzimas muridlarining nasihatiga kirib, Qashqarning yangi tayinlangan amiri Mirza Haydar Dog'lati orqali Sultan İsmailxonga zimmiylik bildirib maktub yo'llag'ayla. Bunda qisila bir nanchidan Mirza Haydar Dog'latining yuzini qilgan bo'ldilar. Ikkinchidan ul Qashqar amiri janoblarini meni cho'ng biladigan degan tuyg'uga keldi-da, Qashqardagi sülük targ'ibotlari uchun sharoit hozirlay oladilar. Uchinchidan janoblarining omonligi Mirza Haydar Dog'latining qo'lida bo'ladi. Soqiyachi qor musulmonlarning yo'shurun qasdidan xoli bo'ldilar. To'rtinchidan fursat qarori yetib kelganda Mirza Haydar Dog'lati orqali Sultan İsmailxonga yaqinlashmoqlari oson bo'ladi. Qoldi ishlar Hazreti İmami Azam Rahimtullah alayhining so'zlaridan bishorat berguchi xush ovozlari bilan u dahriylarning qalbidagi qora dog'larni eritib, hidoyat nurlari bilan ishqiya sulkimizning saodatman yo'liga boshlayoladiganliklariga ishonaman. Az bo'lsa-mu xalifa Molla Soqi, Molla Naqilardan 50 sar cho'k oltin avatdim. Sulki ishqiya targ'iboti uchun saxovat qilg'aylar. Janobi Pir Buzrukimning tinning omon esanligi uchun kech-kunduz Allohga iltijo qilib turg'uchi muxlisari g'oyib yulduzdan nomi tamom va salom. Hidoyatullah Eshon maktubni o'qib bo'lgandan keyin ikki xalifaga "Qani, omonatni topshiringlar" deganni qilib tikilib qaradi. Ammo ikki xalifa g'imida yo'q, salpiyib o'tiradi. Janobi xalifalarim, omonatni o'z qaralida egasiga topshirmoq imoniy fazilat jumlasidandir, dedi 50 sar oltinning vasvasida taq bo'lgan Hidoyatullah Eshon. "Esimiz qursin, Eshon pirim", dedi Molla Soqi va darhol qo'yin yanchug'idan oq matoga o'ralgan bir kallak narsani Eshonga uzatdi. Eshon tugunchakni qo'liga olib oldirab yashdi. Matoda har biri 10 sarlikdan 5 cho'ka oltin turadi. Omonatning saq ekanligiga ko'z yetgan Eshon qoydidan o'rab qo'yniga soldi. "Haftadan beri", dedi Eshon, "bu yerda o'zim yolg'iz o'tirib, g'izo taomga faqatli ko'nglim tortmadi. Mana bugun siz ikki zotil ahtoblarimni ko'rib, ham akagan ma'lumotlaringlarni anglab, ko'nglim xeyli ko'tarilib qoldi.
Yigidek bir narsa tayyorlatqizsanglar, birlikda g'izolanayli. Xo'sh, dedi Molla Saqi bilan Molla Naqi dast o'rnidan turib. Sharobdan og'ash kirsinlar. Xo'sh. Ikki xalifa darhol sirtqa qarab mangdi. Butkul dabina dunyolarini yo'shirgan bu yer osti saroyini xotin bolarig'imi bildirgisi kelmagan Hidoyatullo Eshon ikki xalifasini ahvol egilab kelish uchun Ostoniga yo'lga selivatgandan keyin bir hafta degudak suv, oziq-tulikni akirib olib, tala tuzga chiqmay yotgan edi. Shu sababli o'lim vasvasasi, yolg'izchilik, ming bir mushkulotda qo'lga keltirgan saltanatini tartqizib qo'yish hasrati uni xuddi do'zax azobi tatqandek qiynagan edi. Mana endi ikki sadoqatman xalifa akagan mish-mish xabarlardan ko'ra Sultan İsmailxon ordusiga so'qinishga muvaffaq bo'lgan g'oyib yulduz laqamlik murdining avatgan maktubi uni bo'lakchilar jonlantirib o'tgan edi. Shunga birdilla may sharob, g'izoga ko'ngil tortib qolgan edi. Zotil ahtab murdim, g'oyib yulduzning aytqanlari kagay ilohim. Menchi bo'lsa Dahri Sultan İsmailxon bilan murtad Maxtumzoda yomonlashibliq emas, balkim kelishtirgisiz adovatlashib, qon bo'lishib ketgay ilohim. Ey yaratgan Allah egam, ey jannat makon mazar podshohi, padari buzrukum, ko'zdan ayrisangmu, hassidan ayirmaydigan saxovat va inoyating bor. Saidiya tasarrufida har qachon isoqiyachilarning ushqi siyo tushibla turibdi. Saltanat, nusbat har qachon manga yuzlansa, shu hamon orqasini qilib keldi. Dahri Sultan İsmailxonning ul murtad Maxtumzodiga hech qanday mansab martaba inom qilmasligida, saltanat yurtdorchilik ishlariga yaqinlashtirmasligida, hatto Soqiya sulkidagi sarkarda amirlarni muhim mansablarga qo'ymasligida cho'qim bir gap bor. U o'zidan ilgirki xon sultonlarning sovuqini esida mahkam tutgan. Shu sababli saltanat bilan suluk orliqida bo'shliq qoldirmoqchi bo'lgan. O'ziga ko'p yordamlarni qilgan soqiyachilarni önümlük cheklab turish uchun bizlarkim suluki ishqiyachilarga kang qo'lliq, sil rahim qilgan gap. İsmailxon haqiqatan pam farosatlik, quv heligar sulton ekan. Ammo men bu kavaqdan yaxshi foydalanishim, pam bilan org'a nizo adovat urqini terib, Maxtumzodi bilan sultonni it bilan mushkdak o'shlashtirishim kerak. Mening shuncha vala qilgan ajrim, mehnatlarim nima uchun shuncha tez bekorga ketdi? To'g'ri, men barliq umidimni o'zim qo'llagan, yo'ligan Xonzoda Yo'lbosxonga bog'ladim. Ammo u maqsadiga yetibla taxtda o'tirgandan keyin o'zi bilganini qildi. Mansab, martaba, imtiyozda men yanala uningdan to'van o'rinda turib qoldim. Sultan İsmailxonmi Maxtumzodiga vafo qilmabdi-ku. Ayna bo'ldi bas. Endi har qanday xonzodalarga yaqinlashmayman. Ulardan foydalanib bo'lsamla eski kalashni silib tashlagandek ularni cho'rib tashlab Saidiya taxtida o'zim o'tirman. Padişah İşan xon bo'laman. Shunda qilsamla Saidiya tasarrufida suluki ishqiyaning tug' shaddisini abad lapildidalayman. Ey mazar podshohi padar buzrukum, yana bir qatim nusrat qozonishim uchun har qanday badal to'lashga men rozi. Qog'niga o'zing madad qilg'aysan. Bir osh peshim vaqt o'tganda Molla Saqi bilan Molla Naqi xalifalar kirib keldida supaga dasturxon rastladi.
dasturxonga butun silib kavob qilingan bir o'g'loq, bir qo'zi go'shi va 10 necha dona boshqa go'shini qo'ydi. Ko'tirib kelgan yo'g'on ikki ko'zining og'zini ichivdi. Kuchlik ichitilgan sharobning purqi Xutbixonning ichini bir oldi. Ular Eshon xo'jasining qo'liga suv bergandan keyin dasturxondagi ne'matlarga takallufsizla qo'l uzatdi. Bir jo'gun choy qaynag'uchilik shalab shulubdan keyin ular kar kekirishib o'ri bo'lishdi. O'g'loq qo'zi kavoblarining ozli bir qismi bilan bir necha boshqalar ishib qolgan edi. Qani, endi sharob ichayli, taqsirlarim, dedi kavobga to'yib toza ussigan Eshon. Muzdek sharob yo'g'on jonon chinlarga to'ldirilib, bo'lduqlab to'kilib, Eshon bilan ikki xalifaning orlig'ida aylanib turdi. Degan bir parcha maktub kutib qo'yaman. Molla Saqi xalifa, sizlar maktubni elib, Qashqarning yangi amri Mirza Haydar Do'g'latiga topshirib bersizlar. Xo'sh, dedi Molla Saqi jononchidagi lipmilliq sharobni oshko'zlik bilan sumirgach. Amirga maktubni topshirib bergandan keyin Qashqardagi murid yoranlarga atidan boshlab Hazrat xonaqosida dash qaynatadiganligimiz to'g'riliq xabar berib o'tgaylar. Ammo ki bizlar kim piri buzurglari to'g'riliq ig'izlanmag'aylar. Xo'sh, dedi Molla Saqi bo'shigan jononchinini Molla Naqiga uzatib turib. Jari sama halqa suhbat edib boramdiq pirim. Albatta, dedi Eshon. Market, Sheytdöng, Maralbeshi, Artush, Seriq qo'ldagi sülük mas'ullarimizga chaparman mangdirg'aylar. Ul yurtlardagi murid yoranlarimiz Hazratga kelib tavapti bo'lg'ay. Bizlar kim piri buzrukning seg'inishliq salimini yetkizgay. Xo'sh, taqsirim, dedi Eshon Molla Naqi xalifaga burilib, yuzlanib. O'zlari atila ostonaga yo'lga chiqib, ostondagi murid yoranlarni harakatlantirgaylar. Xo'sh, dedi Molla Naqi. Ostondagi murid yoranlar isoqiyachi murtadlarning uy vaqtlariga o't qo'ysin, mol chorvalarini o'ltirsin. Bu qandoq bo'lar pirim? Dedi Molla Naqi Eshonning mutosini tushunmay. Ostonda soqiyachilar itning qurtidek mig'ildab ketdi. Ularning bir to'yoq mol chorvasiga zaxmi yetkazsak, bizning 10 yoranimizning jinni oladi. Bir soqiyachi murtadning o'yli qorosiga o't qo'ysak, yuzlab ishqiyachi yoranlarimiz makonsiz qoladi. Menchi bo'lsa soqiyachi murtadlar uningdimi oshiribroq o'sh og'ay, dedi Eshon xirqirab kulib. Kallalarını işləsizlər təqsirim. Sultan İsmailxon sülki ishqiya taqibini çekləş, dəvəti saqiya tərqibatını to'xtatish xususida farman jakalabdığı. Biz Məxtumzada Xo'ja Abdulla Eshonni xonning bu farmoniga xiloflik qilishga majburlaymiz. Demak ki, biz xufiyani o't qo'yimiz, o'ldirimiz, g'albi nusbetidan ishtiniga patmay qolgan soqiyachi ozg'unlar bo'lsa, neri berisini o'ylamayla oshkora o't qo'ydi, o'ldirdi. Natijada soqiyachilar xon yorliqiga oshkora xiloflik qilgan bo'ladi-da, sulton bilan Maxtumzodlar o'tirsida nizo adovat urqi chechiladi. 10-20 yoralarimizning o'ldirilishi, makonsiz qilishi, muddao maqsadlarimizni ro'yobga chiqarishimiz uchun hech gap emas. Tushunishlik bo'ldimi, xalifam? Tushunishlik bo'ldi,
dedi Molla Naqi Xalifa Eshon pirining muddaosining tegiga to'liq yetib. Hidayatullah Eshon bu ikki xalifaning muhim tadbir, hiyli mikirlarga kollasi yetmagani bilan plan muddasini tafsiliy tushuntirib, yo'l ko'rsatib qo'ysa, buyurgan har qanday ishni muddasidan oshirib, haq dodiga yetkazib, o'rinlaydiganligini obdan biladi. Shunga yana ortiqcha ezib ichirib o'tirmadi. Xonqoda xeli ko'p yoranlar didorlariga talmirib o'tiribdi, dedi Molla Saqi. Endi bu xufiyona xonada turavermay, ustiga chiqsalar bo'larmi, pirim? Hozircha chiqmay turay. Qashqar amri Mirza Haydar To'g'latining maqsad muddasini bilib, beqibroq bir gap bo'lar. Bayam Xo'jazodlar o'zlarini ko'p so'rab ketdi. O'g'illarining gapini anglab, Eshonning ko'zlari otliq mehrdan o't bo'p yondi. Orliqi shuncha yaqin turib, Eshonning farzandlari bilan ko'rishmaganiga xeyli kunlar bo'p qolgan edi. Shu daqiqada Eshon bu go'rga o'xshaydigan yer osti sariyidan yugurib chiqib, o'g'illarini bag'riga bosqusi, peshonasidan so'ygisi kelib ketdi. Ammo yanala o'zini tutib oldi. Hayajondan lavlar titredi. Xo'jazodlarga padar buzruklari pat yaqinda yo'qlab kelmoqchi deb aytib qo'ysalar, dedi Eshon Molla Saqiga qarab. Yapcanlıq yaralarimizdan Abduz Sopum pir buzrukimiz bilan didor muloqotda bo'lib, ikki olamlik savob izlab duo elish uchun bir ojizasini akelgan ekan, o'zini yo'q edi desak, ta'lim qosh ekan, Eshon pirim bilan ko'rishamaydigan o'xshayman deb qoqshab turdi. Ojizasini duo qildirmoqchimikan? dedi Hidayatullah Eshon quloqlari ding bo'lgan holda. Ol ojizasini men uchun topshirib olib, o'zini qaytarib etinglar. Baya bizmi shundoq o'ylagan, lekin ol yaran pirimning jamolini ko'rolmasammi, muborak ovozni anglasam bo'ladi deb qo'shliq qilib turib oldi. Turqidan qaraganda qizil gulning g'unchisidek bir qizgan desilar u pirim. Bir haftadan beri yer osti sarayda insu jinni ko'ymay yolg'iz yashagan Eshonning mana endi sharob ta'sirida hayvoniy nafsi uyg'onib ketgan edi. Shunga u taq bo'lgan holda javob berdi. Undaq bo'lsa, u sadoqatman murshidimni bog'dagi xosiyatlik so'gatning tuviga boshlab kelinglar. Ovozimni anglab murodi hosil bo'lg'ay. Xo'sh, Molla Saqi bilan Molla Naqi sirtqa qarab mangdi. Hidayatullah Eshon yer osti qasrining boqqa tutishadigan laxmi yo'li bilan bir tal shamni qo'liga ilib olganicha qiyri so'gatning ostiga keldida, yo'lab qo'yilgan shoti bilan yuqoriga o'rlab so'gatning qorniga chiqdi. Ikki xalifa qizni yenida o'tirg'izganicha mugdayotgan yapcanlıq dehqonning qishig'i keldi. Eshon buzrukvorimiz Baytul Muqaddasni tavob qilish uchun o'tgan hafta Kashfu karomatini ishqa silib, Sho'r daryosi tarafga uchib ketgan edi, dedi ular Abduz Sopumga qarab. Pirimning shu topda arishda yoki ziminda ekanligini bizmi bilmaymiz. Chahar bog'da bir to'p xosiyatlik so'gat bor. Pirimizga chin yurikidan sadoqatmanligini bildirgan muridlarla yurikidan chiqarib turib nola qilsa, shu xosiyatlik so'gatning qornidan pirimizning muborak ovozini anglay oladi. Berib sinab baqsalar Sopum. Xosiyatlik so'gat orqali qutbul aqtabimizning ovozini anglashqa musharraf bo'lib qolsalar, Alloh taolo ikkili olamliklarini berdi. Undaq bo'lsa, ashu xosiyatlik so'gatning qishig'i tezroq borayli, xalifalarim, dedi Abduz Sopum umidlangan holda. Ikki xalifa Abduz Sopum bilan qizini qiyri so'gatning yoniga boshlab keldi. Qani, amsa yuraklaridan chiqarib turib, Eshon pirimning muborak nomini tilga elib tovlaslar, Sopum, dedi Molla Saqi. Abduz Sopum tovlash uchun og'zini o'malladi-yu, yana to'xtab qoldi. Ikki xalifaga qarab tortinib so'radi.
ишан пір бузурукның намini betaraf tilga olsam qandoq bo'lur, muhtaram xalifalarim? Pirimizning nomini allaqachon tilga ilib bo'ldilar, dedi Molla Naqi Abdus Sopining azmiligidan terkib. Bo'slar, chaqqan to'g'lislar, pirim hammani ko'rib, bilib turdi. Mushundaq azmilik qilib turibaslar. İşan pirimiz acizalarini qabul qilmay, band duo qilib qo'ymasin yana. Molla Naqining vasvasiga silishidan Abdus Sopi vahimaga tushdi. A'zoyini qora ter bosdi. Qeri so'gatga qarab nido qildi. Pirim, ey İşan Veliyullah hocam, menki yapcalliq muridlari Abdus Sopim bo'lurman. To'nlarining peshidagi muborak chonglarini ko'zimga surtish uchun olaytan kelibdim. Ikki olamlik duolarini seg'inib, acizamni boshlab kelibdim. Abdus Sopi hayajondan bo'g'ilib gapini davomlashtirolmay qoldi. Ko'zlaridan bo'rondak yosh to'kildi. Qeri so'gatni quchoqlab ho'kirab yig'layotdi. Ey sadoqatman muridim Abdus Sopi degan sado keldi qeri so'gatning qornidan. Yerning tegidan chiqayotgandek anglangan bu ajoyib sir mo'jizdan esini yo'qotgan Abdus Sopi so'gatning tuviga mokkida yiqilib tizlandi. Janoblarining bizlar kim qutbul ahtabi piri buzruklariga bildirgan sadoqatman xolis niyat iqbollari 2 kun avval ko'nglimizga ayon bo'lgan. Men Baytul Muqaddasda turib, o'zlariga ko'p duolarni qildim. Avliyo mashoyixlarga buyurib, Jannatul Ma'ivadin bir kishilik hashamatlik qasr rastlatqizdim. Ham o'zlariga Zotul Ahtobliq unvonni hadiya qildim. Saodatman ishqiya sulkimiz yo'liga o'zlarini atab, haqqa yetish uchun tirishqaylar. Men hozir Arishda avliyo mashoyixlar bilan muloqotda bo'layotganligim uchun ko'p vaqtim yo'q. Alloh xolisa kelarki juma kuni Hazrat xonqosida ko'rishgaymiz. Amin. Hayajondan asosini yo'qotgan Abdus Sopi shu daqiqada o'zining nadligini unutib qolgan edi. Molla Saqi bilan Molla Naqi uning qo'ltiqidan yo'lab bog'dan ochiqdi-da, xonqoning oldidagi supiga o'tirg'izib qo'ydi. Acizalarini Eshon pirimning haramiga akirib qo'ysak bo'lurmi? Zotil ahtabim, dedi ular. Bo'lsa shunda qig'aylar, dedi bir oz esi kelgan Abdus Sopi. Tova, Eshon pirimizning kashfu karomatlari nima degan katta, ha? Meni ko'may turibla, ismimning Abdus Sopi ekanligini ajab bilibapti. Ey yaratgan egam, kelarki juma kuni piri buzurgimning muborak jamolini ko'rvag'uchilik umr nisb qilg'aysan. Zotil ahtobliqim bilan jamolingni ko'rishga nisb qilg'aysan. Abdus Sopi ikki olqinni juplab Allohga arzu armonlarini bayon qilib turganda, ikki xalifa uning amdila 12-13 yoshlarga kirgan qizini yetilab Eshon qasrining xutbaxonasiga akirdi-da, balvig'i bilan nima bo'lganligini bilmay turgan qizning ko'zini mahkam tengib, yer osti saroyga tutishadigan lahmiga tushirdi. Lahmi orqali betaqat bo'lib o'tirgan Eshonning oldiga keldi. Degan ko'rishayli pirim, dedi ular Eshonga egilib salom qilib. Ular lahmining chiqish eg'iziga yetib kelay deganda, yer osti saroyning xutbaxonasidan qizning "Ana!" deb chirqirgan echinishliq nolisi anglandi. İki xalifa bir-biriga ma'nlik qarab kulib qo'yishdi va bu echinishliq noldan xuddi yiqimliq muzika anglangandek zo'qlanib ketishdi.